Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani Jom qishlog'ida ishlab chiqarilayotgan suv uchun, ya'ni ichimlik suv uchun mo'ljallangan yo'nqislarimizni qisqacha video obzorini qilib o'tamiz. Yo'nqislarimizni materiali konteyner listidan yasalgan bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, 4 burchak holatda bo'ladi yo'nqislarimizni ko'rinishi va 1 tonnadan 10 tonna 500 litrgacha yasab chiqaramiz. Xo'p, bo'lmasa mana bunisi sal kichikroq varianti. Bunga 2 tonna 600 litr suv oladi. Ichiga bitta odam kirib chiqib keta oladi. Qopqog'i bor va qornida ikkita devorni ushlab turadigan tortqisi ham bor. Va buni umriga biz garantiya beramiz, xudo xolasa o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib 10 yil, 15 yil bemalol bez rasxod ishlata olasiz va u vaqtda bu remontga muhtoj bo'lgan paytda siz olgan pulingizga rozi bo'lgan bo'lasiz, xudo xolasa. Va bu yasalayotgan bochkalarimiz asosan 4 tonna 700 litr bo'ladi, lekin xalq tilida buni 5 tonnalik deyishadi. Ya'ni bir vodovod suv kirib ketadi buni ichiga. Bunisini narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda 3 million so'm chiqyapti va pulini agar uzoq tumanlarga bo'ladigan bo'lsa, shu xaridor bilan narxi kelishiladi. Lekin dastavka xizmatimiz bor, akalar. Xo'p, bulari 8 tonnalik, bular tayyor holatda turibdi, narvonchalari qo'yilgan. Bemalol ustiga chiqasiz va bitta odam kirib chiqib ketadigan qopqog'i ham bor. Konteynerda tom qismidan qilingan, juda ham chidamli holatda bo'ladi va buni ichida mana qornida kuyib qolgan joylari ichida tortib qo'yilganligi ni ko'rsatib beradi. Bu tarafida ham bor. Xo'p, bu sizga qanday qulayliklar tug'diradi? Yer quduq bilan farqi, akalar. Buni olasizlar. Xo'p, uyingizda bir haftalab usta ishlatmaysiz, quduq yasataman deb. Ortiqcha xaraj qilmaysiz. Buni narxiga nisbatan uyingizda quduq qazdiradigan bo'lsangiz, bu qimmatroq tushadi va buni qulayligi yana siz xohlagan joyingizga ko'chirib yura olasiz. Umriga keladigan bo'lsak, akalar 10 yildan kam xizmat qilmaydi. Chunki konteynerda materiali juda ham chidamli bo'ladi, bardoshli bo'ladi. E'tibor qilsanglar ham dengizlarda yuradi konteynerlar, o'sha sho'r suvga chidamli qilib yaratiladi, shuni hisobiga. Xo'p, yana nimalar haqida gapirsam bo'ladi sizlarga? Xo'p, bunisi 1 tonnaligi, akalar. Buni banya yoki oshxonani tomiga qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Keyin narxlari haqida, akalar. Narxlarini qulayligi mana shundaki, uyingizda oddiy quduq qildirib, yerga qazdirib yasataman desangiz, hovuz qildirib. Buni narxidan qimmat tushadi. Mana misol uchun bu 3 million so'm chiqadigan bo'lsa, ham buni ko'chirib ishlatib yura olasiz, ham endi Alloh deyishi bu ham bitta yer qimirlab bersa, yerga qilingan hovuzga trasheniya tushadi. Siz shuncha qilgan rasxodingiz kuyadi, xullas. Rasvosi chiqadi. Bunda bo'lsa xohlagan joyingizga ko'chirib yurasiz, xohlagan maqsadda foydalanaverasiz. Xohlasangiz oyoq qo'yib balandroqqa ko'tarib qo'ysangiz, qo'ni qo'shnilar bilan kelishib bemalol kraynik qotirib hammani uyga tortib kirib ketsa bo'ladi, bashni qilib. Menimcha hamma afzalliklarini aytdim, akalar. Nariga 8 tonnaligimiz narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda u 4,5 million so'm chiqadi. Dastavkasiga qarab, masofasiga qarab narxi yana kelishiladi. Narxini kamaytirib beraman demoqchi emasman. Uzoq masofalarga qo'shilib qolishi mumkin degan ma'noda gapiryapman. Chunki shu yerda o'zida ham 4,5 million so'm sotilyapti bu bez dastavka. Xo'p, oxirida men aytib o'tib ketaman, akalar. Mol uchun oxirlarimiz ham bor.
katta, sifatli, juda ham yaxshi holatda. Xo'p, hammaga omad, sog' va salomat bo'lasizlar. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib qo'yaverasizlar.